O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kungi va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun videosidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 27-28-29 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Buxoro, Navoiy viloyatlarining ayrim joylarida va kechqurun Toshkent viloyatida biroz qisqa muddatli yomg'ir bo'lishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Chang-to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkentda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechqurun biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 32-34 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat 22-27 daraja issiq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, xayr, sog' salomat bo'ling.